Rostdan tekinga beraverasizmi? Mutlaqo tekinga. Pul olmayman. Qancha mehnat qildingiz, aka? 1 yillik mehnat aka. Nech pul ketdi? 10 ming dollar bemalol kirib ketdi shu yoqqa. Hop, qanaqa buni yutib olish shart qanaqa bo'ladi? Hech qanaqa shart yo'q, obuna bo'lish kerak emas. Faqat biza g'olib ishtirokchini aniqlab olishimiz uchun shu videoga Nexia deb kommentariy qoldirishga o'zi yetadi. Prosta Nexia deb komment qoldirsa bo'ldimi? Bo'ldi. Mana obunachilarni xudo xolisa sherstik yutib oladi. Okalar, prosta bu mehnatni podдержка qilish uchun bitta like bosib ketish ham esingizdan chiqmasin, chunki sherstik ham mashina podarka qo'yaptilar. Hop, qachon g'olibni aniqlaymiz? Okay. Uzoq bo'lsa 15 kunning ichida, Ramazon oyi kirgunicha xudo xolasa berib yuborish niyatim bor. Fevral oyida. Ha. Gap yo'q. Xullas, okalar obuna bo'lib turinglar. Bu oxirgi shans deb aytyaptilar, chunki bundan oldin 10 ta video qilishgan, 10 ta videodagi ishtirokchilarni aniqlab, o'sha odamlardan bittasi xudo xolasa shu mashinani yutib oladi. O'sha siz bo'lishingiz mumkin. Aka, men ja mashina bermayman-ku, lekin like bosganlarning orasidan bitta odam tanlab olaman-da. Kakras mashinangiz oq qora banferlik-ku, aka. Xullas, qora palasali oq krossovkani Antadan hadya qilaman. Bitta like bosib qo'ying, aka, xudo xolasa, o'sha kuni buni ham like bosganlarning orasida o'ynaveramiz. O'zingiz ham antika olsak-da, aka. Qulay, sifatli, stilni, zo'r. Yana bitta ma'lumot, aytgancha 26-yanvardan 26-fevralgacha Antada hamma Toshkentlik filiallarda 60% chegirma e'lon qilingan. Bir oy. Bu degani rostdan tekinga beraverasizmi? Mutlaqo tekinga. Pul olmayman. Qancha mehnat qildingiz, aka? 1 yillik mehnat aka. Nech pul ketdi? 10 ming dollar bemalol kirib ketdi shu yoqqa. Hop, qanaqa buni yutib olish shart qanaqa bo'ladi? Hech qanaqa shart yo'q, obuna bo'lish kerak emas. Faqat biza